Yoqdimi sizga? Kutganimdan ham a'lo darajada. Kutganimdan ham chiroyli. Shunaqa bo'ladi deb kutgandingizmi? Yo'q. Unchalik deb kutmagandim. Feruza opajon, haqiqatan ham hurmatli professor Almashudovich boshchiligida sizda smas platizmoplastika amaliyoti qilingan. Bemorimizda qoshni lateralni sohasi tortilgan, yonoq korpusi, brilliya, lung sohalar va sheyani ko'rishingiz mumkin. Sheyada ham bu kishida birinchi marta buzib berilgan edi. Noto'g'ri qilingan, birinchi marta noto'g'ri qilingan operatsiya va ikkinchi martaga mana barchasini bartaraf qilib, chiroyli qilib berdik. Mana Choklarga alohida e'tibor berishingizni so'rayman. Mana височный областda bitta soch tolasida iz bo'lib turibdi. Предушный областda mana mochka, kazilok anatomiyasi 100% qaytadan tiklangan. Bir xil ровный turibdi. Feruza opa, sizda albatta professional ishlangan, chunki sababini aytaman, yonoq korpusida azdobnachilar bu kishida o'zimizni maxsus razrabotkalarimiz qo'llanilgan, ya'ni ikkita chop qo'yilgan maxsus. Xudo xolasa bu 7 yildan 14-15 yilgacha boradi albatta bu natijamiz. O'zingizdan xudo xolasa ko'rasiz hali. Bitta menga fikringizni endi qiladigan opa-singillarga nima maslahat berasiz? Nimani xohlaysiz? Qo'rqishmasin. Menda ham oldi hayajon, qo'rquv bo'lganda, o'ta kuchli qo'rquv. Narkozdan qo'rquv bo'lganda. Yo'q, adashgan ekanman. Tanlovda adashmasin. Renesens Amirullo Shodiyevich. Ularning komandalari. Rahmat. Seri komanda haqiqatan ham siz bilan ishlagan. Har bitta odamning o'zini funksiyasi bor bu yerda. Hurmatli professor Almashudovich boshchiligida albatta minimal darajada bemorimizda shishlar bor. 15 kunlik, 1 oylik rezultatlarni ham albatta qo'yib boramiz. Shunaqa ajoyib rezultatlar kerak bo'lsa, Renesans klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin.